25-dekabr kuni mana shu tojik bolachani hayvonni bo'g'izlaganday, hayvonni so'yganday so'yib bo'g'izlab tashladi. Bir harami it yemgan millatchi, mana oxirati yo'q kopir 15 yoshli bola. Bolachani otasi ham o'lgan ekan. Allohdan onasiga sabr so'raymiz. Bolachani haqqiga duo qilib qo'yamiz, qo'limizdan boshqa hech nima kelmaydi. Nima demoqchiman? Rossiyada yurgan aka-uka, opa-singillar, ehtiyot bo'yingizlar. Bular o'zi o'zbek, tojik, qirg'izni maqsadi chiqarib yuborishdi Rossiyadan. Maniki o'zi hamma tashab chiqib ketyapti. Bularni yana borishi 2 yil. Tamom, 2 yildan keyin sizga boshqalarga non qolmaydi. Meni ham haydab yuborgani qudag'ay. Tunokini ham borib keldim, ko'rdingizlar. Notinch bo'layotganligi uchun yurtimda o'z uying o'lan to'shaging deydi. Yurtimda ota-onamni oldida davlatim tinch. Hamma narsa bor. Rossiyadagi sharoitdan ham zo'r sharoit bo'lib ketgan O'zbekiston hozir. Prezidentimizga rahmat, hamma sharoitni qilib berib qo'yibdi. Kiyizlar bo'lmaydigan bo'lsa. Yana 2 yil qoldi. 2 yildan keyin o'zi pizdes. Chunki aniqdan ana induslarni olib kelyapti. Induslarni bilasiz. Qanaqa odamliklarini, ularni millatini qanaqaligini bilasizlar. Siz 100 mingga ishlatgan joyda ular 20 mingga kelib ishlaydi sizni o'rningizga. Chunki ularga qorin to'ydi, kun o'tdi. Tamom, shu uni bilan yashaydi. U millat shunaqa, u millat. Shuning uchun bolalaringiz maktabda o'qisa, desertga berayotgan bo'lsangizlar, ehtiyot bo'yingizlar, aka-uka, opa-singillar. Ko'ryapsizlar nimalar bo'lib ketyapti. Tavba qildim, hech kimni boshiga tushmasin. Ittalar bolangizni maktabga olib borib yo desertga olib borib qo'yapsiz. Kechqurun yo kechga telefon qilyapti, bolang o'ldirib ketdi. Tavba qildim, astag'firullah. Hech qaysi ota-ona bu narsani ko'tara olmaydi. Farzand dog'i yomon. Ehtiyot bo'yingizlar, aka-uka, opa-singillar. Mana shu videoni maksimal tarqatib qo'yingizlar, like bosib. Ehtiyot bo'lsin hamma. Hammalaringizga sog'lik, Rossiyadagilar. Qaytingizlar, yurtimizni qarang, onasini ham. Prezidentimiz hamma narsa qilib berib qo'yibdi. Obki, investitsiya qil, bilganingni qil, yasha, biznesni qil, tadbirkorlik qil deb sizga yo'l ochib berib qo'yibdi. Keng vatanimiz Rossiya, O'zbekiston avvalgida emas. Rossiyadan zo'r bo'lib ketgan. Yana bir 2-3 yildan keyin O'zbekistonni ko'rasiz qanaqa bo'lishini. Turishda ham Rossiyadan zo'r. O'xsham hammalaringiz sog' bo'yingizlar, Rossiyadagilar, ehtiyot bo'yingizlar.